Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozaq Storytime. Biz boshlaymiz. Oltin ortidagi sukunat. Men bu nikohga muhabbat bilan kelmagan edim. Buni o'zimdan yashirmadim, boshqalardan ham. Hayotimda shunday pallaga kelgandimki, tanlovlarim yurakdan emas, zaruratdan tugilardi. Otam vafot etgach, qarzlar qoldi. Onam kasal bo'lib qoldi. Atrofimdagilar esa yordam emas, maslahat berardi, ammo u maslahatlarning hammasi bitta joyga borib taqalardi: boylik. Shunday qilib men millioner qariga turmushga chiqdim. Uning ismi hamma joyda tanilgan edi. Gazetalarda, xayriya tadbirlarda, yopiq davralarda. U odamlar oldida sokin, muloyim, hatto mehribon ko'rinar edi. Ammo ko'zlarida nimadir bor edi, uzoq vaqt yashirilgan sokinlik. Uni ko'rganimda bu sokinlik menga sovuq tuyulgan. Nikoh marosimi hashamatli bo'ldi. Oqartirilgan marmar, oltin rangli bezaklar, jilmayib turgan mehmonlar. Men oq libosda edim. U esa qora kostyumda. Yonma-yon turdik, yosh va qarilik, kelajak va o'tmish. Baxtli bo'ling, deyishdi. Men esa ichimda shunday deb o'yladim, bu baxt emas. Bu kelishuv. Marosim tugadi. Mehmonlar ketdi. Katta uy sukunatga cho'mdi. Devorlar baland, xonalar keng, lekin ichkarida odam ovozi yo'q edi. Go'yo bu uy ko'p yillardan beri shunday jimlikka o'rganib qolgandek. U meni xonaga boshlab kirdi. Charchagandirsan, dedi u past ovozda. O'tir. Men o'tirib, qo'llarimni bir-biriga mahkam qisdim. Yuragim tez urardi. Birinchi tun haqida ko'p o'ylagan edim, lekin bu kutganimga umuman o'xshamasdi. U stol tomonga bordi. Shkafdan eski jildli papkani oldi. Bu papka bu uyga mos kelmasdi, juda oddiy, juda eski. Men senga bir narsani aytishim kerak, dedi u. Hozirmi? Dedim men. Aynan hozir, dedi u, chunki keyin kech bo'ladi. U papkani ochdi. Ichida hujjatlar, eski suratlar va bitta kalit bor edi. Kalit kichkina, ammo og'ir ko'rinar edi. U kalitni stolga qo'ydi va menga qaradi. Men senga yolg'on bilan uylanmadim, dedi u, lekin hamma haqiqatni ham aytmadim. Qanday haqiqatni? Dedim men, ovozim titrab. U chuqur nafas oldi. 10 yil davomida saqlagan sirimni. Xonadagi havo birdan og'irlashgandek bo'ldi. Men kulgim kelib ketdi, asabiy kulgi. Siz hamma kabi emasmisiz? Dedim. Har kimning siri bo'ladi. Yo'q, dedi u sekin. Bu sir bizning nikohimizni o'zgartiradi. U o'rnidan turdi. Agar xohlasang, hozir ketishing mumkin, dedi u, hech kim seni to'xtatmaydi. Pul ham, himoya ham o'zingda qoladi. Agar qolib ketsamchi? Dedim men. Unda bilasan, dedi u, va bilganingdan keyin avvalgidek yashay olmaysan. Men kalitga qaradim. Bu nikohni pul uchun tanlagan edim. Ammo hozir tushundim, pul bu uyda eng arzon narsa ekan. Kalit nimaga? So'radim. U javob bermadi. Faqat eshik tomonga ishora qildi. Yur, dedi u, birinchi tunimiz shundan boshlanadi. Yo'lak qorong'i edi. Devorlarda eski suratlar osilgan. Ularning barchasida bir xil narsa bor edi, odamlar jilmaymayotgan edi. Go'yo hammasi bu uydan nimanidir bilib ketgandek. Bu yerda oldin kimlar yashagan? Dedim. Mening tanlovlarim, dedi u. Xotinlaringizmi? U bosh chayqadi. Yo'q. Guvohlar. Bu so'z tanamdan sovuq o'tkazdi. Biz eski eshik oldida to'xtadik. Mana shu, dedi u. Agar ochsam, dedim men. Orqaga qayta olamanmi? U menga uzoq qaradi. Qaytasan, dedi u, lekin boshqa odam bo'lib. Men qo'limni uzatdim. Kalitni teshikka soldim. Va shu lahzada tushundim. Birinchi tun nikoh emas edi. Bu sir bilan yuzma-yuz kelish edi. Yopiq xona. Kalit eshikda sekin burildi. Qars etgan tovush xuddi uy ichidagi jimlikni yorib yuborgandek bo'ldi. Eshik ochilganda sovuq havo yuzimga urildi.
Ichkarida yorug'lik kam, hid esa galati edi, eski qog'oz, yog'och va vaqt hidiga o'xshardi. Xona katta emasdi, ammo devorlari tola javonlar edi. Javonlarda papkalar, daftarlar, qalin albomlar. Bularning bari bu uyga mos kelmasdi. Bu yer hashamat uchun emas, saqlash uchun yaratilgandi. Bu nima? Dedim men past ovozda. Mening on yilim, dedi u va yana kimningdir butun umri. U stol chirogini yoqdi. Yorug'lik ostida papkalardagi yozuvlar korini boshladi. Ismlar, sanalar, qisqa izohlar. Rozilik bilan ketdi. Bilishga tayyor emas edi. Haqiqatni ko'tara olmadi. Yuragim siqildi. Bular kimlar? Dedim men. Mening hayotimga kirib chiqib ketganlar, dedi u, lekin xotinlarim emas. Unda kim? U bir zum jim qoldi. Menga yaqinlashganlar, dedi u va keyin uzoqlashganlar. Men bir albomni ochdim. Ichida suratlar bor edi. Yosh ayollar. Turli yoshda, turli kiyimda. Hammasining ko'zida bir xil ifoda, bilgan odamning nigohi. Ular tirikmi? So'radim men. Ko'pchiligi, dedi u, ammo eski hayotiga qayta olmagan. Siz ularni nima qildingiz? Dedim men, ovozim titrab. Hech narsa, dedi u sokin. Men faqat haqiqatni ko'rsatdim. Bu javob meni qo'rqitdi. Chunki u o'zini aybdor his qilmayotgandi. Xonaning oxirida temir sandiq turardi. Qulfli. Og'ir. U yerda nima bor? Dedim men. Asl sir, dedi u, agar hozir ochsam, ortga yo'l qolmaydi. Demak, bu papkalar hammasi emas. Yo'q, dedi u, bular faqat tayyorgarlik. Men chuqur nafas oldim. Siz nega menga buni ko'rsatyapsiz? Dedim. Pul uchun chiqqanimni bilasiz-ku. U menga tik qaradi. Aynan shuning uchun, dedi u, pul uchun kelgan odam ketishga ham jur'at topa oladi. Demak, sizga jur'atli odam kerak. Yo'q, dedi u, menga haqiqatdan qochmaydigan odam kerak. U sandiq yoniga bordi. 10 yil oldin, dedi u, men katta xato qildim. U sandiqni ochdi. Ichida bitta papka va bitta flesh xotira bor edi. Men o'sha xatoni yashirdim, dedi u, pul bilan, ta'sir bilan, sukunat bilan. Qanday xato? Dedim men. U javob berishdan oldin uzoq jim qoldi. Bir odamning hayoti bilan bog'liq, dedi u nihoyat. Va o'sha odamning taqdiri men bilan bog'lanib qolgan. Xonada sukunat cho'kdi. Bu sirni bilgan yagona odam men edim, dedi u, endi esa sen. Men titrab ketdim. Demak, birinchi tunimiz, dedim men. Sinov emas, dedi u, guvohlik. U menga qaradi. Agar hozir chiqib ketsang, dedi u, sen hech qachon bu sirni bilmagan bo'lasan. Pul seniki bo'lib qoladi. Hayoting oddiy davom etadi. Agar qolsamchi? Unda sen bu sirni yolg'iz ko'tarmaysan, dedi u, lekin bu og'ir bo'ladi. Men sandiq ichidagi papkaga qaradim. Bu nikoh pul haqida emasligini endi aniq tushundim. Bu javobgarlik haqida edi. Ochib ko'ray, dedim men. U bosh irgadi. Va shu lahzada birinchi tunimiz butunlay boshqa yo'lga burildi. Ism. Sandiq ichidagi papkani qo'limga olganimda, u kutilganidan ham og'irroq tuyuldi. Go'yo qog'oz emas, 60ning o'zi edi. Muqovada hech qanday bezak yo'q, faqat bitta so'z yozilgan edi, ism. Bu nimani anglatadi? Dedim men. Millioner qari chiroqni biroz yaqinroq surdi. Bu odamning ismi, dedi u, lekin hozircha aytilmaydi. Papkani ochdim. Ichida hujjatlar bor edi, shartnomalar, bank o'tkazmalari, tibbiy xulosalar, fotosuratlar. Bularning bari bir-biriga aloqador bo'lmagandek tuyulardi, ammo ichki bir tartib bor edi. Har bir sahifada bitta sana qayta-qayta uchrardi, 10 yil avvalgi kuz. Bu odam kim? Dedim men yana. Bir paytlar mening sherigim, dedi u, keyin esa jim bo'lib qoldi. Oldimi? U javob bermadi. Bu javobdan ham yomonroq edi. Fotosuratlardan birini oldim. Unda o'rtacha yoshdagi erkak bor edi.
Ko'zlari tirik, ammo charchagan. Surat chetida qol bilan yozilgan izoh bor edi. Oxirgi uchrashuv. Siz unga nima qildingiz? Dedim men. Men hech kimni oldirmadim, dedi u darhol. Lekin men jim qoldim. Qachon? Qachonki jim qolish menga hammasini saqlab qolishga yordam berganida. U stulga o'tirdi. Ilk bor uni charchagan holda ko'rdim. Nafaqat yoshi, balki yuki ham og'ir edi. 10 yil oldin katta loyiha bor edi, dedi u. Pul, siyosat, manfaat. U odam bu loyihaning markazida edi. Va u yo'qoldi, dedim men. Ha, dedi u rasman chetga ketdi. Aslida esa hech kim qidirmadi. Mening qo'llarim sovib ketdi. Siz bilasiz, dedim men. Siz bilganingiz uchun ham jim qoldingiz. Ha, dedi u, chunki agar gapirsam, ko'p odamlar kular edi. Oilalar, tizimlar, butun hayotlar. Lekin siz baribir yashab kelyapsiz, dedim men. Hashamatda. U ko'zini yumdi. Men yashayapman, dedi u, lekin tinch emasman. Papkadan bitta xat chiqdi. Qo'lda yozilgan. Siyoh xiralashgan. Agar bu xat o'qilsa, demak men yo'qman. Lekin haqiqat qolishi kerak. Yutindim. Bu odam tirik bo'lishi mumkinmi? Dedim men. Millioner qari uzoq jim qoldi. Balki, dedi u nihoyat. Va aynan shu narsa meni qo'rqitadi. Nega? Chunki agar u tirik bo'lsa, dedi u, bu sir yana ochilishi mumkin. Va men yolg'iz bo'lmayman. U menga qaradi. Endi sen ham bilasan. Shu lahzada men tushundim. Bu sir faqat o'tmish haqida emas edi. Bu kelajakdagi xavf edi. Nega aynan menga aytyapsiz? Dedim men. Nega huquqshunosga, jurnalistga emas? Chunki ular sotiladi, dedi u, sen esa bu uyga pul uchun kelgansan. Demak, ketishga ham jur'ating bor. Yoki qolishga, dedim men. U bosh irgadi. Va agar qolsang, dedi u, bu sirni himoya qilasan. Yoki to'g'ri paytda ochasan. Agar men ochsamchi? Unda sen ham xavf ostida bo'lasan, dedi u, chunki bu hikoyada begunoh odam yo'q. Xonadagi soat baland ovoz bilan urdi. Men papkani yopdim. Demak, birinchi tunimizda, dedim men, siz menga nikoh emas yuk berdingiz. Ha, dedi u, lekin bu yukni yolg'iz ko'tarish shart emas. Qanday qilib? U kalitni yana stolga qo'ydi. Hali hammasi tugamadi, dedi u, eng og'ir qismi oldinda. Va shu paytda eshik tashqarisidan qadam tovushi eshitildi. Kimdir kelayotgandi. Va bu odam bu sirni bilmasligi kerak edi. Yolg'on. Eshik tashqarisidagi qadamlar aniq edi. Sekin emas. Yashirin ham emas. Bu uyga o'zini egalik qilgandek kiradigan odamning qadamlar edi. Millioner qari menga qaradi. Hech narsa demaysan, dedi u past ovozda. Hozir. Eshik ochildi. Ichkariga o'rta yoshli erkak kirdi. Qimmat kostyumda, ammo yuzida sovuqqonlik bor edi. Ko'zlari xonani bir zumda ko'zdan kechirdi. Sandiq, papkalar, bizning yuzlarimiz. Kechirasiz, dedi u, bezovta qildimmi? Yo'q, dedi erim sokin. Nima bo'ldi? Bankdanman, dedi erkak. Kechikkan hujjat bor. Bugun imzo kerak. U menga qaradi. Demak, yangi xonim. Men jilmayishga harakat qildim. Ha, dedim. Yangi kelin. U ko'zlarimga tik qaradi. Juda diqqat bilan. Tabriklayman, dedi u, umid qilamanki, siz bu uyda tezda moslashasiz. Bu so'zlar oddiy tabrik emas edi. Ogohlantirishga o'xshardi. Erim imzo chekayotganda bank vakili sandiq tomonga qaradi. Qiziq joy, dedi u, bu xonani ilgari ko'rmagan edim. Shaxsiy arxiv, dedi erim. Qadimiy odatim. Tushunarli, dedi erkak. Hozir hamma narsa hujjatda saqlanadi. U qog'ozlarni yopib chiqishga hozirlandi. Lekin eshik oldida to'xtadi. Aytmoqchi, dedi u orqasiga o'girilib. 10 yil oldingi loyiha bo'yicha savollar yana paydo bo'lyapti. Xona ichidagi havo muzlab ketgandek bo'ldi.
Qaysi loyiha? Dedim men bexosdan. Erim menga keskin qaradi. Eski masala, dedi u tezda. Hal bo'lgan. Bank vakili kulimsiradi. Ba'zi masalalar hech qachon to'liq hal bo'lmaydi, dedi u, ayniqsa agar bir ism yo'qolib qolgan bo'lsa. U chiqib ketdi. Eshik yopildi. Men chuqur nafas oldim. Qo'llarim titrardi. Bu odam biladimi? Dedim. Shubhalanadi, dedi erim. Va bu yetarli. Nega u keldi? Chunki tizim harakatlana boshladi, dedi u. Sir uzoq jim qolsa, odamlar uni kavlay boshlaydi. Men sandiq tomonga qaradim. Demak, vaqtimiz kam. Ha, dedi u, shuning uchun sen hozirgina yolg'on gapirding. Qaysi yolg'on? Dedim men. Yangi kelin, dedi u, sen hozirgina bu uyning oddiy bir qismi ekaningni tasdiqlading. Bu yomonmi? Bu xavfsiz, dedi u, hozircha. Men o'tirib qoldim. Demak, agar haqiqatni bilganimni bilishsa, dedim. Unda sen ham bu sirning bir qismiga aylanasan, dedi u, va bu xavfli. Siz shuni istaysizmi? U uzoq jim qoldi. Men sening tanlovingni istayman, dedi u nihoyat. Lekin vaqt seni tanlayapti. Xonadagi soat yana urdi. Agar men ketmoqchi bo'lsam, dedim men, hozir ketishim kerakmi? Ha, dedi u, lekin bilganing bilan yashaysan. Agar qolsamchi? Unda sen bu sirni boshqarishni o'rganasan, dedi u, va yolg'on bilan yashashni. Men ko'zlarimni yumdim. Bu nikoh pul haqida emas edi. Bu qaysi yolg'onni tanlash haqida edi. Bosim soyasi. Ertasi tong jim keldi. Bu uyda tonglar shovqin bilan emas, ogirlik bilan boshlanardi. Quyosh derazadan kirar, lekin yorug'lik ham bu devorlardan ehtiyot bo'lib o'tayotgandek edi. Men uxlamadim. O'sha bank vakilining nigohi xayolimdan ketmadi. U odam qog'ozlar uchun kelmagani aniq edi. U tekshirayotgan edi. Ular qanchadan beri harakatda? Dedim men nonushta payti. Millioner qari choyini qo'yib menga qaradi. Sen paydo bo'lganingdan beri tezlashdi, dedi u rostini yashirmay. Demak, men ularni uyg'otdim. Yo'q, dedi u, sen ularga signal bo'lding. Telefonim jiringladi. Bu uyda telefon kam jiringlardi. Shu sababli tovush yuragimni orqaga tortib yuborgandek bo'ldi. Noma'lum raqam. Alo, dedim men. Siz falonchining qizimisiz? Dedi ayol ovozi. Ha. Bizda onangiz bo'yicha hujjatlar bor edi. Sizga yetkazishimiz kerak. Men qotib qoldim. Qaysi hujjatlar? Tibbiy. Ilgari topshirilmagan ekan. Qo'limdan telefon tushib ketay dedi. Millioner qari hammasini tushundi. Ular senga yetib kelishdi, dedi u sokin. Onamni aralashtirishdi, dedim men. Bu ularning usuli, dedi u, sirni bilgan odamni yolg'iz qoldirmaydilar. Bir soatdan keyin 2 kishi keldi. O'zlarini shifoxona vakili deb tanishtirishdi. Ammo ularning savollari tibbiyot haqida emas edi. Sizning oilangiz qiyin davrlarni boshdan kechirgan, dedi ulardan biri. Qarzlar, yo'qotishlar. Bu nimaga? Dedim men. Faqat tushunish uchun, dedi ikkinchisi. Siz kimgadir bog'liqmisiz? Men javob bermadim. Millioner qari gapga aralashdi. Xonamdan chiqib ketishingizni so'rayman. Ular chiqib ketdi, lekin iz qoldirib. Endi nima bo'ladi? Dedim men. Endi ular seni tanlovga majburlaydi, dedi u, yoki sirni topshirasan, yoki himoyaga muhtoj bo'lasan. Himoya kimdan? Ulardan, dedi u, va mendan. Bu javob meni larzaga soldi. Sizdanmi? Agar sen sirni oshkor qilsang, dedi u, men ham qulayman. Va bu uydagi hamma narsa sening ustingga tushadi. Kechga yaqin yana qo'ng'iroq bo'ldi. Bu safar erkak ovozi. Siz haqiqatni bilasiz, dedi u to'g'ridan to'g'ri. Va bu siz uchun og'ir. Siz kimsiz? Dedim men. Sizga yordam qilmoqchi bo'lgan odam, dedi u, agar to'g'ri qaror qilsangiz. Qaysi qaror?
Sirni topshirish, dedi u va yangi hayot boshlash. Qolim muzlab ketdi. Agar rad etsamchi? U kuldi. Unda siz yolg'iz qolasiz. Telefon ochdi. Men stulga o'tirdim. Bu tahdid edi, dedim men. Yo'q, dedi millioner qari. Bu taklif edi. Tahdid keyin keladi. Siz shunga o'xshashini boshdan kechirgansiz, to'g'rimi? U bosh irgadi. Va shuning uchun men 10 yil jim yashadim. Siz afsuslanasizmi? U menga uzoq qaradi. Har kuni, dedi u, lekin endi tanlov seniki. Deraza ortida shahar odatdagidek yashardi. Odamlar hech narsani bilmasdi. Men esa tushundim. Bu sir ochilsa hamma narsa qulaydi. Agar yopiq qolsa kimdir baribir eziladi. Va endi bu kim bo'lishini men tanlashim kerak edi. Narx. So'nggi tun jim bo'ldi. Bu safar jimlik qo'rqitmasdi. U kutardi. Men yolg'iz edim. Millioner qari ishxonasida edi. U bilan gaplashishga hojat yo'q edi. Biz ikkimiz ham bilar edik. Qaror allaqachon ichimda pishib bo'lgan. Stol ustida 3 ta narsa yotar edi. Telefon, sandiqdagi papka va nikoh uzugi. 3 ta yo. Telefon jiringladi. Biz kutyapmiz, dedi o'sha erkak ovozi. Siz aqlli ayolsiz. Siz uchun ham, onangiz uchun ham bu eng to'g'ri yo. Agar sirni bersam, dedim men, nima bo'ladi? Siz erkin bo'lasiz, dedi u. Pul, himoya, yangi hayot. Va u odamchi? Dedim men. U 60, dedi ovoz. 60 qurbon qilinadi. Telefon ochdi. Men sandiqni ochdim. O'sha ismli papkani yana qo'limga oldim. O'sha xatni o'qidim. So'ng boshqa hujjatlarni. Va nihoyat tushundim. Bu sir bitta odam haqida emas edi. Bu butun zanjir edi. Agar ochilsa faqat millioner qari emas. Kasalxonalar, fondlar, xayriya loyihalari, minglab begunoh odamlarning hozirgi hayoti ham qular edi. Yolg'on ustiga qurilgan yaxshilik. Savol shunday edi. Haqiqat hamisha yaxshimi? Millioner qari xonaga kirdi. Qaror qildingmi? Dedi u. Ha, dedim men. Qaysi yo'lni tanlading? Men unga qaradim. Men sirni bermayman, dedim men. Lekin men ham jim yashamayman. U qotib qoldi. Qanday qilib? Siz 10 yil jim bo'lib yashadingiz, dedim men. Men esa uni boshqacha yopaman. Tushuntir. Men bu hujjatlarni qonuniy himoyaga topshiraman, dedim men. Ochilmaydi. Lekin yo'qolmaydi ham. Agar kimdir yana bosim qilsa sir ochiladi. U sekin o'tirdi. Demak, sen qo'riqchi bo'lishni tanlading. Yo'q, dedim men. Men muvozanatni tanladim. Ertasi kuni men matbuotga chiqmadim. Sudga bormadim. Hech kimni fosh qilmadim. Lekin bir narsa o'zgardi. Millioner qari jamg'armalarni boshqa odamlar qo'liga o'tkazdi. Loyihalar shaffoflashdi. Pul yo'llari o'zgardi. Tizim sezmay o'zgardi. Bosim qilganlar chekinishdi. Chunki ular endi bilardi. Sir yolg'iz odam qo'lida emas. Bir necha oy o'tdi. Biz rasmiy nikohda qoldik. Ammo bu nikoh endi Kelinkuyev haqida emas edi. Sen afsuslanmaysanmi? Dedi u bir kuni. Yo'q, dedim men. Chunki men pulni emas, nazoratni tanladim. U jilmaydi. 10 yil oldin shuni tanlaganimda balki boshqacha bo'lardi. Har kim o'z vaqtida keladi, dedim men. Men bu uyga pul uchun kelgan edim. Lekin undan javobgarlik bilan chiqdim. Birinchi tunimizda u 10 yil saqlagan sirini ochdi. Men esa uni qurolga aylantirmasdan saqlashni tanladim. Va bu eng qimmat tanlov edi.